Assalomu alaykum Instagram qanaqasizlar hammanglar? Qizlar, yaxshimisizlar? Men xudo xolisi sizlar bilan va'da qilingan 3 xil napitik o'rgataman. Klubnikali, laymli и apelsin limonli mojito o'tamiz. Xo'p, birinchisi bizga kerak bo'ladi klubnika, qizilini qilamiz, ya'ni shakar, oddiy bez gaz voda и ozgina sprayt. Mята kerak bo'ladi. Yalpizimiz и klubnikaliga ozgina mana bunaqa argentinskiy, bu sariq turini argentinskiy limon deydi. Argentinskiy limondan yarimtani anaqa qilib olamiz. 8 dona klubniga yarimta limon, ozgina mята, shakarli suvda blenderda uramizda. Oxiri tayyor bo'lganda sprayt bilan qo'shib yuboramiz, muz bilan. Bo'ldi. Mana devchik yarimta argentinskiy to'g'rab oldim. Bu yerda klubnikalarimiz bor. Yo'roq qilaman. И ozgina myatani ham chetga solamiz. Ozgina myata so'ramiz. И sverxu shakar. Shakar solamiz и ustiga bez gaz qo'yamiz. Bo'ldi. Mana shuni endi bizga quyuq rastvor qilib olamiz. Urib olamiz blenderda. Agar juda yozi chillasi bo'lsa, anaqa solasizlar, muz solasizlar. И urasizlar yaxshilab. Rosta ham zo'r klubnikni napitek bo'ladi bizlar. Mana qizlar urdik, endi sitichkadan o'tkazamiz. Hammasini. Mana klubnichimiz tayyor. Endi bunga tayyorga birga bir sprayt qo'shamiz. Endi apelsinli napitek qilamiz. Apelsinliga mana bunaqa sedrasini oqiga tekkizmasdan sedrasini o'zini qirib olamiz. Demak, doskaga, doskadan keyin mana bunga перенос qilamiz. Bu yerda hozir yarimta argentinskiy limonni po'chog'i bilan qildim. Apelsinni po'chog'i bilan qilsak, bu bo'rich berib beradi, taxir bo'ladi napitklar. Shuning uchun sedrasini qilamizda, qirib solib, keyin postini pichoqda artib olib, go'shtini to'g'rab bunda chiqazamiz. Mana qizlar qanday sedra chiqdi bizda, svejiy, mana lысый qilib oldik. Oqiga o'tkazmadim, ko'rdinglarmi? Oqiga o'tkazmanglar deb qo'yamiz uchun. Buni endi blenderga solamiz. Mana shu narsa bizga kerak. Mana biz po'chog'ini artib oldik. Mana haligi go'shtini to'g'rab oldim. Endi shakar solamiz. Tabiiyligiga qarab solasizlar shakarni. Kisliroq ichadiganlar kisliy qilinglar. Hamma apelsinni go'shtlarini solamiz-da. Bunga men myata solmayman, rangini ham bo'g'ib yoradi, mazasini ham boshqacha padachani o'zida qilamiz. Mana bu argentinskiy limon, apelsin, shakar. Endi bunga ham xuddi shunaqa bez gaz voda solamiz. Myakasini ezib olgunimizcha. Mana xolisinglar yoz bo'lsa, muz solasizlar, urasizlar bo'ldi. Mana apelsinligimizni sariq to'g'rachaga qilamiz. Xuddi shunaqa myakasini chiqarib olamiz. Myakasini chiqarib olib, bunga ham xuddi shunaqa 7up yoki Sprite birga bir qo'yamiz. Bo'ldi. Bitta grafin bemalol chiqadi bitta apelsindan. Mana endi bizani o'sha populyarniy mojitamizga keldik. Mojitada men apelsinovoy myakasini yana qaytib soldim, chunki mazasi bor edi hali. Mojitada nabarot, apelsinovoyda yalpiz solinmasa, mojitada ko'proq myata solinadi. Keyin 2 ta lime, bitta argentinskiy limon. Buni po'chog'ini artib o'tirmay, chunki buni o'zi sal taxirroq bir холодный vkusga ega, bilasizlar buni. Argentinskiy soldik. Limelarimizni soldik. Mana shakarimizni ham solib oldim. Mana qanaqa suyuqlari yo'q. Yoqmoqchiman, qaranglar, suv solmasdan. Endi suv solamiz, bu ham xuddi shunaqa. Suv solib olamiz-da. Mana qanaqa chiroyli. Suv solib urib. Mana bu ham xuddi shunaqa uriladi, yaxshilab maydalanib ketguncha suyimiz. Mana buni zeleniy to'g'rachamizga soldik. Mana qancha myakasi qoldi qizlar. Mana qizlar, qaranglar, bir pasta klubnichniy napitkam, apelsinli, naturalniy, laymli mojitamiz bizga tayyor bo'ldi.